Hürmetli vatandaşlarım, liksiyelerimizi devamlaştırmış. Endeki mavzumunda. Rusya'da 100'den artık şehirde çeyrek dişke, hükümetke karşı namayış yüz verip, 100'den artık namayış kolgalın. Mavzulu haber 6. ayının 13. gün Cumhur'a nazar torbiyeti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. 6. ayının 13. günü Rusya'da 100'den artık şehirde hükümetke karşı namayış yüz verdi. Yakından beri zor kölemlik namayış dep qaraldı bu namayış. Chet el matbuatı 10 mingdan artık adam katnaştı dep haber kıldı. 100'den per kişi kolga ilindi. Cümleden öktüçiler, rəhberi Alexey Navalny mo kolga ilindi. Bu qatimki namayışni Alexey Navalny teşkil etdi. Onun ayali namayış başlanışdan burun Navalny'nin saxçı tarafından Moskvadaki nazarband kılınğanlığını aytib berdi. Gerçi şundak bolsa Navalny belgilengen plan boyunca namayış kılışını talep kıldı. Növbeti hükümetke çerekliş karşı namayış dolkunu bütün Rusya'nı kapladı. New York vaqt gezisinden haberge asaslanganda namayış kılgıçılar Rusya'da 200'den artık şehirde namayış kılış tizimlattı. Şundak şu günü az degende 100'den artık şehirde namayış parti, hatta namayış kılış çeklengen rayıllardı mı namayış parti. Bu qatimki namayış Navalny 3. ayda vezir Medvedev'nin çereklişi qarıştırış namayış elip bargan deyin 100 bergen. Yani bir qatimlik zor kölemlik namayıştı. Interfax agentlik haber qilib mundaq ko'rsat. Moskva saqchi taraf taxminan 5000 kishi namoyish qatnashdi deb ko'rsatdi. Rossiya Ichki ishlar ministrligi Peterburgda 3500 nafar kishi namoyish qatnashdi deb ko'rsatdi. Buning ichida 500 nafar kishi qo'lga olindi. New York vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Serbiya shahrida, Serbiya kechiriladi, Sibiriya shahrida 5000 kishi namoyish qatnashdi. Omsk shahrida 4000 kishi namoyish qatnashdi. OVD mustaqil tashkilotning oshkorlashiga qaraganda Moskvada 600 nafar kishi qo'lga olindi. BBC xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Soqchi taraf namoyishni qonunsiz deb jakarlabla orqadan namoyishchilarni qo'lga olishga boshladi. Yosh bolalar qo'lga olinganda namoyish qatnashganlar va atrofidagilar prezident Vladimir Putin hukumatidan norozi ekanligini ifodaladi. Kelar yili prezident saylimi qatnashini jakarlagan Navalny 41 yosh. Rossiyada atoqli o'qituvchilarning daisidir. Navalny 2011-yili xiyonatchilik qarıştırış fondi jamiyati qurgan. Hukumatning chiriklishini fosh qilib tekshirishga boshlagan. To'rbatlarda faoliyat qilib, omini o'ziga jalb qilib, nurg'unlagan yoshlarning bu qatorga kirishini qo'lga keltirgan. Rossiyada hukumat doiralarining shu darajada cho'chishini keltirib chiqargan. Navalny to'r betiga mundaq yozdi: "Men jamiyatning o'zgarishini umid qilaman. Demokratik bir davlatda yashashni umid qilaman. Biz topshirgan bojga maktab selishni, doktorxona selishni talab qilamiz. Sayohat kemillari yasamasligi va mehmonxonalar biz topshirgan boj puli bilan yasalmasligi lozim" degan tashabbusni ko'tarib chiqqan o'qituvchi kishi edi.